Assalomu hurmatli kanalimiz obunachilari, traktor texnika ishqibozlari. Hozirgi video obzorimizda bugun kirib kelgan yangi Bru 60 lik va Bru 30 lik frezalarimizni obzorini qilib, ma'lumotlarni berib, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, bu frezalarimizni ko'rib turganlaringdek katta reduktorli, temirlari ham juda qalin listdan baquvvat qilib ishlangan akalar. Mana pichoqlarini ham ko'rib turishlaring mumkin. Mana pichoqlari tayyor holda ishlatishga tayyor qilib terib qo'yildik. Kimga shunaqangi traktorlarga freza kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Manzilimiz Ferivaldi yo'lida joylashgan. Kelmoqchi bo'lganlar uchun lokatsiyalar tashlab berilaveradi akalar. Mana Bru 60 lik frezamiz akalar. Bru 60 lik. Bu frezamizda ham reduktorlari katta reduktorlardan, mana pichoqlari ham qalin pichoqlardan terib qo'yilgan akalar. Ullanishlari juda ham oson, qiyinchilik tug'dirmaydi bu. Liboy traktorga tushib ketaveradi. Mana orqalarini ham ko'rib turishlaring mumkin. Muhimi, buni detallari qalin detaldan ishlangan akalar. Bizda hozir Bru 60 ligi, Bru 30 ligi va Bru 80 ligi yetib keldi akalar. Hozir Bru 80 ligi terilgan yo'q. Uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bru 80 lik frezamizning obzori. Bu hali terib bo'lingan yo'q, o'shaning uchun videoga tayyor holda olmadik. Mana buni ham terilish jarayonlari. Bru 80 lik, Bru 60 lik, Bru 30 lik freza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Yana bitta yangiligimiz, ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik qidirib yurgan Zubr 1105 larimizga tushuvchi kartochka kapatellarimiz yetib keldi akalar. Mana ko'rib turishlaring mumkin. Shu Zubrlarimizga ulanadi kartochka kapatellarimiz. Bularimizning narxlarini hammasini kimga qanaqa texnikani narxi kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Narxlari telefon orqali aytiladi. Bu kartochka kapatelimizda ham 1105 larimizga ilib, ulab ishlash jarayonlarini video qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Kanalimizga obuna bosib kuzatib borsalaring, hamma assortimentlarimizni videolarini qo'yib chiqarib olamiz. Bemalol ko'rib, kuzatib, o'zlaringga kerak narsaga bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Do'konimizga yana yangi assortimentlarimiz keldi akalar. Xo'p, katta traktorlar uchun aylanadigan pulliklarimiz yetib keldi. Bular ham terilgan yo'q hali. Terilmasidan oldin video chiqaryapman. Kimga shunaqangi pullik, freza, kartochka kapatel, undan tashqari boshqa traktor, kombayn kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar akalar.